Men Rustamova Jumaxol. Men Samarqand oblasi Bulung'ur tumanining tuzak emirish artroz bilan kelgan edim. Oyoqlarim ishgan. Ikkinchi davolanishim. Birinchi davolanishda yaxshi muolajalar olib ketdim. Oyoqlarim ishgan edi o kelganimda. Oyoqlarim bukilmas edi. Oqsoqlar ko'p edi. Uchinchi bosqich bilan kelganman. Yaxshi davolandim, muolajalar ta'sir qildi. Mana endi 4-oy yana keldim. Yaxshi davolanyapman. Birinchi kelganimda endi shu oqsardim, oqsoshlarim ozaygandagi, hozir yaxshida endi. Og'riqlar yo'q. Avvalgidan yaxshiman. Yurishlarim ham yaxshi. Bemalol yurib turyapman. O'tirib turishlarim ham yaxshi. Mana namoz o'qishlarga qiynalardim. Hozir bemalol namoz o'qiyman, Allohga shukr. Masalan, mana shu tuza emirilishi, artroz bilan bemorlarga tavsiya qilaman shu yerda. Mana da Omad klinikasi juda ham yaxshi ekan. Sharoitlari yaxshi, ovqatlari juda yaxshi. 3 mahal issiq ovqat. Samarqandga travmatologiyaga borganman. 19-yil shu kasallik boshlandida menda. Davolanib yurdim, bu yerga borsam nuqul tuzaga ukol qo'yardi. Ukol olishlar mumkin emas ekan. Keyin oxirida operatsiya dedi. Shu operatsiya qildirmay, kelib shu yerdan operatsiya qildirmay yaxshi bo'ldim. Oyog'imdan hozir hech shikoyat yo'q. Allohga shukr, ming marta shukr.